bolalarimiz kutib turibdi. O'shalarni oldiga sog' salomat yetib borib, yuzimiz yorug' bo'lib borish nasib etsin. Hammamizni o'zining panohingda asragin, qizni himoyangda asragin, Parvardigorim. Shunday baland osmonlarga ko'tarilib ketamiz. Shu og'ir yuklarni boshqargan uchuvchilarga ham sog' salomatlik tilaymiz. Sog' salomat yurtimizga borib qo'ndirib qo'yishligini Allohdan o'zingdan so'rab turamiz. Parvardigorim, o'sha kunlarga sog' salomat yetib, farzandlarimiz, jigarlarimiz, hamma qarindosh urug'larimiz mahalla ko'y bilan yuz ko'rishishlik hammamizga nasib qilsin. Ravshanbekka ham Allohim o'zing tinchlik, omonlikdan sifatli bergin. Bu ishlaringizni Allohim baroridan keltirsin. Hamisha martabangiz ulug' bo'lib, sog' salomat yurishlik sizga nasib etsin. Farzandlaringiz rohatini ko'rib qo'shganingiz bilan qo'sha qarib yuring.